Rossiyaga borgandan keyin to'g'ri ishlab, to'g'ri uyoqqa qayt. Tushundingmi? Har xil qizlar bilan uchrashib, ichib, chakib, puling xarajat qilib yurma. Men telefon qilanda ko'tar. Ko'tarmasang o'zim borib urib o'ldiraman men seni. Sog' bo'linglar. Davay, yaxshi bo'l. Shu ketmasa bo'ladi dadasi. Yig'lama, o'lmaga ketayotgan yo'q. Ha, bacha telefon qilaylik, nima qilib yuribdi? Alo. Abonent bor. Iltimos, keyinroq. Ibonangni o'chirib qo'ydimi? Abonent bor. Ketdim men xotin. Patirdaman qandayda shu uxlab qolandi, o'zi qaytib telefon uradi. Uxlab qo'ymagan u. Qizlar bilan yuribdi, men bilaman. Xarakteri menga o'xshaydi. Osmonda qushlar uchganda sog'inib yurgan. Ona, Abi, sen nimaga kelding? telefon qiyin ekan dadam ko'tara olmadim, shunga keldim. Sen telefonni ko'tarmading, esingdan ketdi Rossiyaga dadang. Ona, dadam ertalab soat 6 da telefon qildilar. Rossiyani soat bizdan 2 soat keyinda, u yerda soat 4 bo'ladi uxlayotgandim men. Ketdim mening dadam yana bor ekan. Yig'lama muhabbat. Bu bacha Rossiya territoriyasida yo'q. Boshqa davlatga qochib ketan bu. Bizlar alda. Interpolga berib toptiraman bu bachani. Onangga qiyradir qochib ketan qizlar bilan. Kelib ketdi darrov. Yip onangga. Qani? Abonent bor. Yip onangga. Ketdim men xotin. Yonimda qoldi. Ona, dadam yo'q ko'rdi. Hozir kelib ketdi dadang seni so'rab. Mana qarang, ishlama, qo'yasizlarmi yo bordi keldi, o'ynab o'tiramizmi dadam bilan? Bu onangga jilli qarinchika. Boshqa davlatga ketib bizlar alda o'tiribdi bu. Xufiyona ish qilibdi bu. Bachangiz hozir kelib ketdi. Nima qilyapsizlar o'zi? Kelib ketdi. Onangga roz yo'lda tutib olaman. Shu qaytayotgandir menimcha. Hozir men bu bachani topsam, urib qo'ydiraman. Assalomu alaykum. Hey! To'dagan? Qayerga ketyapsan? O'ya ketyapman, siz qayerga ketyapsiz? Rossiya san qidirishga. Ishlama, qo'yinglar qani? Yur-ya. Telefonni nimaga ko'tarmaysan? Dada, Rossiyani soat 2 soat keyinda uxlayotganda telefon qilgansiz. Qay bir puli bor deb telefon qilayotirman shu. Kuni bo'yi ishda bo'lsam, bankka borsa vaqt qayerda? Bankka borish kerak emas, milliy pay bor-ku. Milliy pay bilan Rossiyadan to'xtab dunyoning 200 dan ortiq davlatiga pul yuborish mumkin. O'zbekistonga Uzcard, Humo, Visa kartasiga yoki naqd pul qilib yuborish mumkin. Kommunal yoki boshqa xizmatlar uchun to'lov qilsang ham bo'ladi. Shuningdek, Tojikiston, Qirg'iziston, Xitoy, dunyoning barcha davlatlariga Visa karta orqali pul yuborish mumkin. Hozir milliy payda aksiya ketyapti. 10 ming rubl pul yuborsang 1 tanga beradi. Tangalaring qancha ko'p bo'lsa, Galaxy A17 yutib olishing mumkin. 15 ta Galaxy A17 bor. Aksiya 20-avgustgacha davom etar ekan. Shuni aytish uchun telefon qilaman men senga. Zo'r ekan, bilmadim-da, hay shuni. Qat telefon qilsang aytamanmi shuni? Birlikda o'ynaymiz.